Dunyodagi eng katta frontal pogrushkalar haqida bilarmidingiz? Bugun sizlar bilan dunyodagi eng katta top 5 ta pogrushka haqida gaplashamiz. 5-o'rinda John Deere brendidan 944K. Texnikamizning umumiy uzunligi 12 metrni tashkil qiladi. Og'irligi esa 54 tonna. Ko'sh hajmi 18 kubani tashkil qiladi. Yoqilg'i baki naqd 746 litr. Bu texnikamiz soatiga 34 km/soatgacha tezlashadi. 4-o'rinda XMG'dan XC9350 modeli. Texnikamizning uzunligi 12,3 metrni tashkil qiladi. Yoqilg'i baki esa 950 litr. Ko'sh hajmi 18 kubani tashkil qiladigan ushbu texnikamizning umumiy og'irligi 245 tonna. Soatiga 33 km tezlikgacha tezlasha oladi. 3-o'rinda Belarusya texnikasi hisoblangan Belaz 78250 hisoblanadi. Uzunligi 15,3 metr bo'lgan ushbu texnikamizning og'irligi 107 tonnani tashkil qiladi. Dvigatel quvvati 1050 ta ot kuchiga ega. Tezligi 24 km/soat. Qo'sh sig'imi esa 19 kubani tashkil qiladi. Ro'yxatimizning 2-o'rnida Cat 994K modeli. Amerikaning yuqori texnologiyalari bilan jihozlangan ushbu texnikamizning uzunligi 20 metrni tashkil qiladi. Og'irligi naqd 242 tonna. Texnikamizda dvigateli 1869 ta ot kuchiga ega gibrid dvigatel bilan jihozlangan. Yoqilg'i baki naqd 3400 litrni tashkil qiladi. Tezligi soatiga 27 km/soatgacha tezlasha oladi. Ko'sh hajmiga keladigan bo'lsa, ko'shimizni 19 kubani tashkil qiladi. Va nihoyat ro'yxatimizning 1-o'rnida Komatsudan L2350 modelimiz. Texnikamizning umumiy uzunligi 20 metrni tashkil qiladi. Ko'sh hajmi esa 50 kuba. Ushbu texnikamizning dvigateli gibrid dvigatel bo'lib, elektr hamda dizel yoqilg'isi orqali harakatlanadi. Texnikamizda soatiga 18 km/soatgacha tezlasha oladi. Bu texnikamizni boshqalardan ajralib turish jihati shundaki, o'zini g'ildiraklarini o'zi harakatga keltirish scraper tizimi bilan jihozlangan bo'lib, bu scraper tizimi AQShda ommalashgan hisoblanadi.